Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli görürmenler. İstiklal gündəlik xəbərlərimizi görüşünlərini qarşı alımız. Mən Abdullah Yalğun. Programımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibidəki ən mühim xəbərlərini huzuruna sunumuz. Qınamızda qıtanlar ekranımızda olsun. Xitay Uyğurlar haqqındakı saxta təşviqat kinosini xalqaralıq festivalga qatnaşdırdı. 78. növbətlik Fransiya Gana Xalqara Kino Festivali 13 maydan 24 maygacha o'tkazilgan bo'lib, Xitoy bu fursatdan foydalanib Uyg'urlar bosh tema qilingan G'ayrat qiling Naila nomli saxta tashviqot kinosini alohida tunishtirgan. Tangritog' to'rining bu haqdagi xabarida ma'lum bo'lishicha, mazkur kinoda Naila ismli Uyg'ur qizning Xitoyning Guangdong o'lkasining atalmish Xinjiangga yordam berish siyosatining qo'llashida ota-onasining qarshi turishiga qaramay Guangdong, Hong Kong, Aumin qatorliq joylarga berib, mashina remont qilishni o'rganganligidek voqelik bayon qilingan. Xabarda bu kinoning Xitoyning saxta tashviqoti uchun ishlanganligiga aniq ishorat qilingan bo'lib, Xitoy o'lkalarining atalmish Xinjiangga yordam berishi, kasbiy mahorat bo'yicha tarbiyalash, millatlar ittifoqligini ilgari surish qatorliq bosh temalarning asos qilinganligi bildirilgan. Tunushtirish filmidagi az bir qism ko'rinishlar bu kinoning sepi o'zidan bir saxta tashviqot plani ekanligini ko'rsatib beradigan bo'lib, kinoda bosh personaj Nailaning yaqin do'stlari butunlay Xitoylar, yana kelib o'g'illar bo'lib, Nailaning o'qish natijasining intayin nachar ekanligi, dadasi uningga darsda yaxshilanmasa birdan-bir chiqish yo'lining ariga tegish bo'ladiganligini aytganligi, Nailaning ota-onasining qarshiliklariga qaramay Xitoy o'lkalariga berib, mashina remont qilishni o'rganishdek buyuk orzusini ishga oshirishga tirishganligi, oxir Xitoy o'lkalarining atalmish Xinjiangga yordam berish siyosati ostida nishoniga yetganligi bayon qilingan. Gerçi bu kinoda Uyg'ur xalqining hayoti bosh tema qilinganligi da'vo qilingan bo'lsa-mu, dadasining to'ppi kiyib yurishi va uyining Uyg'ur milliy uslubida bezilishidan boshqa kishiga ichi quruq bir Uyg'ur jamiyatini his qildirdi ekan. Jumladan bosh personaj Nailaning Xitoylarga, buddistlarga o'xshash qo'lini juplab imtihondan o'tishni tilagan ko'rinishi Xitoyning milliy diniy kimligini yo'qotgan, xitoylashgan bir Uyg'ur obrazini yasab chiqishga kuchiganligini aniq ko'rsatib bergan. Xitoy Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatini pardozlash uchun tashviqot media sohasiga g'oyat zo'r xarajat kuch ajratgan bo'lib, yaqinqi bir necha yilda ko'plagan kino hujjatli filmlarni ishlab tarqatmoqda va Gana Xalqaro Kino Festivaliga o'xshash munbarlardan foydalanib, saxta tashviqot filmlarini bozorga solmoqda. Mazkur saxta tashviqot filmlarida Uyg'urlarning baxtiyor bayoshat yashayotganligi, Xitoy siyosatining alohida yaxshi ekanligi, millatlar ittifoqligi qatorliq mazmunlar bosh tema qilinib, butunlay saxta reallik o'tirg'i chiqarilmoqda. Turkiyada tutilgan Xitoy josuslarining salohiyati oshkorlandi. Türkiye Davlatlik istixborot tashkiloti oldingi hafta qo'lga olgan 7 Xitoy josusning salohiyati va bir qism tafsilotlar oshkorlandi. CNN Türk kanalining aloqador xabarida qayd qilinishicha, Türkiye Davlatlik istixborot tashkiloti oldingi hafta ijro qilgan zo'r ko'lamlik bir harakatda qo'lga tushgan 7 Xitoy josusining saxta baza punktlarini qurish orqali Istanbul, Izmir, Bursa, Manisa, Balıkesir va Yalova qatorliq shaharlarda Turkiyadagi Uyg'urlarni va Uyg'urlar bilan aloqa qurgan davlat xodimlarini nazorat qilgan va ularning o'rni aloqalashgan kishilari qatorliq turli uchurlarni Xitoyga yo'llagan. Mutaxassislarning aytishicha, ular josuslik uchun ishlatgan texnikani faqat davlatning saqchi istixborot organlari sudning ruxsati bilan ishlatiladigan bo'lib, chegara atlab kelgan Xitoylarning bu usul bilan Turkiyada josuslik qilishi g'ulg'uli qo'zg'adi. Xabarda qayd qilinishicha, bu xil josuslik uskunalarini tamojindan o'tkazish mumkin emas bo'lib, mazkur Xitoylar uskunani necha parchaga bo'lib, o'xshamagan aeroplanda navbat bilan to'shib akelgan. Gerçi bularning ichidagi 3 Xitoy o'xshash o'rinda birli vaqtda tutilgan bo'lsa-mu, ular bir-birimizni tunimaymiz deb turib olgan va shundaqla o'zlarining faqat e'lon filmi ishlaydiganligini da'vo qilgan. Navbatda mazkur josuslik jinoyati ichkirilib tekshirilayotgan bo'lib, ularning siyosiy va harbiy josuslik jinoyati bilan sudlanadiganligi bildirildi. Xitoyning davlat halqigan g'oyat zo'r to'r aldamchilik uvisi pash bo'ldi. Yaqinda Turkiyaning 30 ga yaqin viloyatida ijro qilingan harakatda Xitoyning davlat halqigan g'oyat zo'r to'r aldamchilik guruhi betishit qilingan bo'lib, 70 necha jinoyat komandori tutilgan. CNN Türk kanalining bu haqdagi xabarida bildirilishicha,
Xitoyning tor aldamchilik guruhi saxta mablag' selish tor bekatlari orqali aldamchilik qilib, faqat Turkiyada 1 yil ichida 500 million dollar payda olgan. Mazkur jinoyat guruhi erishgan pullarini 40 dan ortiq maxfiy shirkat orqali Kambodjadagi maxfiy pul almashtirish markaziga avatgan. Ondan Xitoyga yo'tkigan. Ularning jinoyat tori ko'plagan davlatlarga chetildigan bo'lib, aldamchilik orqali 1 yilda dunyo miqyosida erishgan foydasi 12 milliard dollarga yetgan. Xitoylarning bu jinoyat guruhi sun'iy aql texnikasi va saxta mablag' selish torbatlari orqali zo'r foyda olgan bo'lib, oldingi hafta Istanbulni markaz qilgan 28 viloyatda ijro qilingan harakatda 70 necha jinoyat gumondori tutilgan. Ular turayotgan uylardan naqd pul, qurol-yarog' qatorliqlar qo'lga tushgan. Xabarda qayd qilinishicha, Xitoyning mazkur jinoyat guruhi Kambodjada majburiy emgak lageri qurgan bo'lib, Turkiya va boshqa davlatlardagi yoshlarni yuqori maosh va'dasi bilan aldab, avval Xitoyga avatgan. Ondan ma'lum miqdorda pul bergandan keyin Kambodjaga yo'llagan. Ular yetib borgandan keyin jinoyat guruhi ularning pasportlarini tortib olib, sirtqimi chiqarg'izmay tamoman majburiy emgak lageri holatidagi o'rinda tor aldamchiligi uchun majburiy ishga solgan. Hozirga qadar Hindiston bu lagerdagi fuqarolarni qutqizish uchun tirishgan bo'lsa-mu, unumi bo'lmagan. Turkiyaning bu haqda harakatga o'tadiganligi bildirildi. Turkiya bilan Amerika Suriyadagi xizmatlarda quyuq hamkorlashmoqchi. Turkiya bilan Amerika yaqinda e'lon qilgan o'rtaq bayonotda har ikki davlatning Suriyadagi bexatarlik masalasida hamkorlikni kuchaytirishga bel bog'laganligi qayd qilindi. E'lon qilingan o'rtaq bayonotga asoslanganda Turkiya bilan Amerika vakillari o'maki Suriyadagi o'rtaq muhim ishlarni muzokara qilgan. Amerika Suriya xizmat guruhining yangi navbatlik yig'iniga asosan 20 may Turkiya o'makini Washingtonda kutib olgan. Yig'inga Turkiya vakillar o'makiga Tashqi ishlar ministrligining muavin ministri Nuh Yilmaz, Amerika tarafga bo'lsa Tashqi ishlar ministrligining muavin ministri Christopher Landau riyosatchilik qilgan. O'rtaq bayonotga asoslanganda Turkiya bilan Amerika Turkiya prezidenti Rajab Tayyip Erdo'g'an va Amerika prezidenti Donald Trumpning ta'kidlaganidek Suriyada muqimlik va bexatarlik masalasida hamkorlik va moslashishni kuchaytirishga qat'iy bel bog'lagan. Bayonotda Amerika bilan Turkiya muqim o'zi va qo'shinlari bilan tinch o'tadigan hamda uy makonlaridan ayrilgan millionlagan Suriyalikning uylariga qaytishiga sharoit yaratib beradigan bir Suriya barpo qilish o'rtaq qarashiga ega deyilgan. Bayonotda har ikki davlatning Suriyaning zamin butunligini qo'g'dashning muhimligini e'tirof qilganligi ta'kidlangan bo'lib, terrorlik tashkilotlariga bexatar panohgoh bo'lmaydigan muqim va bir butun Suriya rayonining bexatarligi va gullanishiga foydali deyilgan. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Atigi programmamizni ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.